Ko'pchilikka yoqqan juliyen pitsani ideal xamirli va yanada mazalirog'ini endi uyda tayyorlaymiz. Pitsa xamiri uchun idishga 300 ml iliq suv, 5 gram quruq droji, 1 choy qoshiq tuz va 1 osh qoshiq shakar solib, hammasini aralashtiramiz. So'ng elakdan 400-450 gram unni oz-ozdan solib, xamir qorishga kirishamiz. Orada xamirga 3 osh qoshiq zaytun yoki pista yog'ini qo'shib olishimiz kerak. Tayyor xamir silliq, qo'lga yopishar-yopishmas yumshoqqina bo'lishi lozim. Zuvalani ustini yopib 1 soatga issiq joyda oshirgani qoldiramiz. Nachinka uchun bizga 100 gram shampinyon qo'ziqorin, 1 dona piyoz, 150 gram tovuq filesi kerak bo'ladi. Mahsulotlarni maydaroq to'g'rab, qovurishga kirishamiz. Ozgina yog'da piyozni qizarishni boshlaguncha qovurib, ketidan qo'ziqorin va tovuq filesini qo'shib yoramiz. Suvi ketgunicha qovurishimiz kerak. Qovurilgan mahsulotlarga 100 gram slivka, ta'bga ko'ra tuz, quritilgan sarimsoq, piyoz va ozgina murch qo'shib, bitta qaynab chiqqach chetga olib sovutib qo'yamiz. Bu orada xamirimiz ham oshib chiqdi. Xamirni teng ikkita zuvalaga bo'lib, yana 5 daqiqa tindirishimiz kerak bo'ladi. Pishiriq qog'ozga manniy yormasini sepib, xamirni nomiga yog'langan qo'lda dumaloq ko'rinishda ochamiz. Pizzamiz diametri 30 cm atrofida bo'ladi. Xamirni o'rtasi ishib ketmasligi uchun vilka bilan sanchib, ustidan nachinkani, ketidan esa qirg'ichdan chiqarilgan yaxshi eriydigan pishloqni sepamiz. Pizzamiz 200 darajada qizigan duxovkada 20 daqiqa pishiriladi. Men Goodwill duxovkamni maxsus pizza rejimida pishirib oldim. U bilan pishirgan pizzalarimni usti bir tekis, chiroyli qizarib pishadi. Umuman olganda Goodwill texnikalariga gap bo'lishi mumkin emas. Qizajonlar hozir Goodwill kompaniyasining 17 yilligi munosabati bilan maxsus aksiya o'tkazilyapti. Unda xarid qilinadigan texnika to'plamiga qarab, siz Goodwill vitishkalarini 70% gacha chegirmada olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun Goodwill O'zbekiston profiliga o'ting. Ikkinchi zuvalamda farzandlarim uchun kolbasali, ya'ni pepperoni pizzasini tayyorlab oldim. Qizlarjonlar, juliyen nachinkali pizzamiz juda ham sochni, yeb to'ymaydigan mazali, nonini-ku gapirmasa ham bo'ladi. Eng ideal pizza xamirini retsepti shu bo'lsa kerak. Shuning uchun albatta sizlar ham ushbu retsept bo'yicha tayyorlab ko'rishingizni barchalarga tavsiya qilaman.